Hormayli qishloqdoshlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sizlarni ko'rmaganimizga ancha bo'lib ketdi. Bugun ikkinchi videoyimiz bu. Bu videoyimizda sizlarni turli xil agregatlar bilan xursand qilamiz. Xudo xolasa, birinchi videoyimizda Agro Chorva kanalimiz bor, yangi ochilgan. U yoqqa ham o'tib olsanglar, u yoqda ham chorvachilikka qiziqadiganlar uchun zo'r videolar qo'yiladi. Bu yoqda ham ko'p texnikalarni reklamalari bo'ladi. Keraklarni o'zingizlar uchun olib, telefon qilib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bugun sizlar bilan zo'r agregatlar haqida, teleshkalar, diskvi, barana, yana boshqa turdagi agregatlar bilan tanishamiz. Albatta lazerga qiziquvchilar bor, lazer so'raganlar bor. Hozir lazerlarimiz ham yetib kelgan, mavsum boshlandi. Sizlar uchun tayyor. Qani unda boshladik. Videoni tanishlarga maksimal tarqatib, layklar bilan podesha qilib turasizlar, xudo xolasa. Ya'ni yaxshi ko'ramiz. Bugun zavoddamiz. Bu yoqda mana proses ketib turibdi. Bu yoqdagi ishchilarni bezovta qilmagan holatda sizlarni bu yoqdagi teleshka, yana boshqa bir agregatlar bilan tanishtirib turamiz. Bular hammasi shu yerda yig'iladi. Hattoki mana 12 tonnamidi, bu 12 tonnaligi ham shu yerda yig'iladi. Ko'pchilik silos uchun, bug'doy uchun so'raganlarga zo'r variant. Hozir tayyorni tashqariga olib chiqib qo'yishibdi, ko'rsataman. Qolaversa, bu yoqda mana apriskitellarimiz ham bor, 400 litr, 600 litr bog' uchun. Ularni ham sizlarga hozir tanishtirib qo'yib beraman, narx-navosi hammasini. Xo'p, diskvi barana so'raganlarimiz uchun 4-4,5 metrli diskvi baranalarimiz ham bor. Aynan hozir g'alladan keyin yerni tayyorlashga juda ham kerakli bo'lgan narsa. Xo'p, hozir bu yoqda lazerni to'g'rilashyapti. Hozir uni ham ko'rsatamiz. Hozir tashqarida sizlar uchun zo'r bitta agregat bor, shuni ko'rsatib beramiz. Xo'p, jigarlar. Diskvi baranamiz. Ko'rishingiz mumkin, zavod zakati. Shu yerda yig'ilgan. Hamma narsasi, turistik materiallari shu yerda yig'iladi. Sifatiga xudo xolasa garantiya uyaltirmaydi. Endi baraka toping, baraka toping. Qoyli. Xo'p, 12 tonnalik zavod zakatini pritsepi. Bu yaxshi tomoni silos qiladiganlar uchun ham plus g'alla, yana boshqa katta miqdorda og'ir narsalarni tashish uchun juda kerakli bo'lgan pritsepimiz. Bu ko'pchilik zakaz qilib ulgura olmay nima deydi, kutib turishadi, lekin hozir nalichida bolalarda 2-3 ta bor ekan, yana yig'ishyapti. Xudo xolasa ulgursanglar olishsa, ulgurmasa uzoq bir haftaning ichida tayyorlab beramiz deyishyapti. Pritsepi bir ko'ringlar. Juda nadежно ishlangan, 12 tonna. Hop. Teylarni ham bitta ko'rsatib o'tib ketdi. Hop, risorlari ham juda baquvvat, yaxshi materiallardan qilingan. Balonlari ham mana shiroki, po'lada qiynalmaydi. Xo'p, narximiz 160 million so'm. 160 million so'm. Vidlari ham, shu ham, sifati ham juda joyida texnika. Kimga kerak bo'lsa, shu pastda nomerimizni qoldiramiz, bog'lanaverasizlar. Hozir biz lazer va boshqa agregatlarga o'tamiz. Hop, jigarlar, 4,5 tonnali variantlarni ham so'raganlar uchun mana bor bundan ham. 4,5 tonnalikni 74 million so'm. Bulardan ham nalichi bor. Xo'p, sizlarga bu yoqda tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan agregatlarimdan turetskiy apriskvitellar. Bu joyda hozir mini traktorlar uchun ham bor. Katta traktorlar uchun ham 600, 400, 200 litr menimcha. Bular narxlarini hozir xo'p. Bu 400 litr ekan, uzr. 400, 300, 200 ekan. Bular narxlarini hozir ekranda yozib o'tib ketaman. Yoddan ayta olmasam, mana shu imенно videoning shu joyida, montajda ekranda yozib qoldiraman. Pastga nomerlarimizni qoldiraman, chiqarasiz bemalol. Xo'p, diskvi baranamiz hali tayyor bo'lmabdi, lekin ozgina ishi bor. Muzaffar xudo xolasa bugun erta tayyorlab beramiz deyishyapti. 220 million so'mdan katalog bilan mana ko'rib turibsizlar. Hop. 32-26 adashmasam, silindrlari bilan. Xullas, hop, hozir ichkarida lazerni ko'rsatib beraman. Hop, farmer lazerlarimiz mana
Bu joyda mana tayyorlanayotgan, yig'ilayotgan variantlari bu joyda mana tayyor. Xullas 2,5 metrdan 5 metrgacha muammo yo'q, jigarlar. Zakaz beraverasizlar, xudo xolasa bor. Balonlari mana 6 talik. Ramalari juda shirokiy, ichida moylari bilan tayyor holatda uklon, bez uklon beriladi. Narxlariga keladigan bo'lsa, hozir misol uchun sizlarga yoddan ayta olmasligim mumkin. Bemalol ekrandagi nomerga chiqinglar. Platformada eng arzoni bizniki. Bozor bo'yicha eng arzoni. Sifatiga ham kafolati bor. Miyalari to'pkon bo'ladi. Jigarlar, yana bitta yaxshi tomonini aytaymi? Agar bitta joydan 2 yo 3 kishi xarid qilsa, dastavkasigacha tekin qilib beramiz. Bu gapimiz gap. Dastavkagacha tekin qilib beramiz. Xo'p, 2,5 metrligi 170 milliondan boshlanadi. Uni yig'iladigan, yig'ilmaydigan variantlari, uklon, bez uklon, xullas yoqib ketaveradi. Bu yoqda Ko'lov firmasini freza kultivatorlari ham kelgan. Bular narxlarini ham pastda ekranda qoldiraman. Zavodda to'g'ri tushunasizlar, shovqin, chunki ishlab chiqarish avjida. Xo'p, qadrdonlar, ko'rib turganingizdek, zavodda ish avjida, juda ham shovqin. Videoni qisqaroq qilaman. Qo'shimcha ma'lumotlar pastda nomerimni qoldiraman, chiqaverasizlar. Aytganimdek, lazer olayotgan akalar, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar, ikkita, hech bo'lmaganda ikkita olsanglar bir joy o'zidan, men dastavkasini ham qilib beraman, xudo xolasa. Dastavkasini bilasizlar, uncha joyda qilib bermaydi. Endi 5 yilga yana qaytarib o'taman. Imtiyozli kredit asosida fermerlarimiz uchun asosiy hisob raqami Agrobankda bo'lgan fermerlarimiz uchun 5 yillik kredit berilyapti, 14% deb. 30% subsidiya, 12% NDS bilan. Endi bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak, chunki 30% subsidiya, 12% NDS, уже 42% siz yutug'dasiz. Qolaversa 2 yil imtiyozli davri bor va 14% kredit. Bu juda ham bonus. Yerlarimiz qancha tekis bo'lsa, sug'orish ishlarimizda ham juda qulay bo'ladi, suv xarajati kam bo'ladi va qo'shimcha aytib o'tib ketib, suv solig'idan shu 5 yil davomida imtiyozga ega bo'lasizlar. Bu bo'yicha batafsil telefon qilsanglar ma'lumot beramiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Agrozor, Agrochorva sizlar uchun doim xizmatda.